alaykum. Biz mana Halbank hamkorligida tashkil etilgan Toshkent viloyati Qo'rg'on tumani Boyto'la Muxiy 4583-ko'rdamiz. Konturning umumiy hajmi 10 gektar bo'lib, uzunligi 639, eniga 129 metrni tashkil qiladi. Bu maydonga fasol ekilgan bo'lib, hozirgi kunda bular zamonaviy usullar bilan oziqlantirildi, suv qo'yildi. Ekinlarni yetishtirish o'zi umumiy 86 kunda yetishtiriladi. Hozir mana ekinlarimiz pishish arafasida, gullagan, hosilga kirish arafasida ekinlarimiz. Bularni mana dehqonlarimiz 20-25 kun ichida yig'ishtirib olishni rejalashtirilgan. Bu joyda 33 bu gektarimiz 33 ta dehqonga bo'lib berilgan bo'lib, har biriga 30 sotikdan to'g'ri kelgan. Dehqonlarimiz bu joydan 15 million 200 mingdan daromad olishni rejalashtirilgan. Dehqonlarimiz hosilni yig'ib olgandan keyin ikkinchi hosilga ham yaxshi daromad olib keluvchi mahsulot ekishni rejalashtirmoqda.